Bugun men aytadigan ma'lumot har bir pensionerga, pensiya oladigan ota-onasi bor farzandlarga, nafaqa kompensatsiya yoki ijtimoiy yordam oladigan oilalarga bevosita tegishli. Telefoningizda bitta xavfli narsa bo'lsa, pulingiz kartadan yechib olinishi, pensiya kelgan zavod yo'qolishi, hatto sizning nomingizdan qarz rasmiylashtirilishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Telefoningizni bugunoq tekshiring va bu gaplarni yaqinlaringizga, ayniqsa yoshi katta insonlarga albatta yetkazing. Hozir kanalga obuna bo'lib qo'ying va videoga like bosing. Chunki bu ogohlantirish kimningdir bir oylik pensiyasini saqlab qolishi mumkin. Avvallari ko'pchilik pensiyani pochta orqali naqd pul shaklida olardi. Xodim kelardi, daftar bo'lardi, imzo qo'yilardi. Odam pulni qo'liga olardi. Albatta, o'sha davrda ham firibgarliklar bo'lgan, lekin xavf asosan eshik oldida, ko'chada yoki soxta hujjat bilan bog'liq edi. Hozir esa vaziyat o'zgardi. Pensiya va ijtimoiy to'lovlarning katta qismi bank kartalariga tushadi. Bank kartasi esa telefon raqami, SMS kod, mobil ilova, internet bank va turli xizmatlarga ulangan bo'ladi. Mana shu joyda asosiy xavf boshlanadi. Firibgar endi uyingizga kelishi shart emas, u sizga qo'ng'iroq qiladi. Telegramdan yozadi, SMS yuboradi yoki telefoningizga zararli dastur o'rnatishga majbur qiladi. Siz faqat bitta kod aytdim, faqat bitta havolani bosdim, faqat bitta ilovani o'rnatdim deb o'ylaysiz. Lekin aslida shu bitta harakat orqali kartangizga, SMS xabarlaringizga, bank ilovangizga yoki shaxsiy ma'lumotlaringizga yo'l ochib berishingiz mumkin. Men bu mavzuni qo'rqitish uchun emas, aniq tushuntirish uchun ko'taryapman. Davlat sizning telefoningizda oddiy rasm, oddiy dastur yoki oddiy xabar borligi uchun pensiyangizni olib qo'ymaydi. Lekin telefoningizda zararli dastur, begona odamga berilgan ruxsat, shubhali ilova yoki firibgarlarga yuborilgan kod bo'lsa, pensiyangiz amalda sizga yetib kelmasligi mumkin. Pul kartaga tushadi, lekin siz yechishga ulgurmasligingizdan oldin boshqa hisobga o'tib ketadi. Eng yomoni, keyin odam bankka boradi. Men olmaganman deydi. Bank esa operatsiya SMS kod bilan tasdiqlangan yoki mobil ilovadan amalga oshirilgan deb javob beradi. Telefoningizda tekshirishingiz kerak bo'lgan narsa bu begona va shubhali ilovalar. Masalan, pensiya tekshirish, nafaqa olish, kompensatsiya rasmiylashtirish, pul qaytarish, bank xavfsizligi, karta blokdan chiqarish degan nomdagi ilovalar bo'lishi mumkin. Rasmiy bank yoki davlat ilovalari faqat ishonchli manbalardan o'rnatilishi kerak. Agar kimdir sizga Telegram orqali fayl yuborib, mana shu dasturni o'rnating, pensiyangiz blok bo'lmasin desa, bu juda katta xavf belgisi. Oddiy misol keltiraman. Bir pensioner ayolning kartasiga har oy 1.200.000 so'm pensiya tushadi. Unga kimdir qo'ng'iroq qilib, sizning kartangiz xavfsizlik tekshiruvdan o'tishi kerak, aks holda pensiya to'xtaydi deydi. Keyin unga havola yuboradi. Ayol havolani bosadi, telefon noma'lum manbadan ilova o'rnatilsin deb so'raydi. U esa tushunmasdan ruxsat beradi. Ilova o'rnatilgach, firibgar SMS kodlarini ko'ra boshlaydi. Pensiya kartaga tushgan kuni pul bir necha daqiqada boshqa kartaga o'tib ketadi. Bu yerda ayol pulni o'zi yubormagan. Lekin telefondagi zararli dastur firibgarga yordam bergan. Ikkinchi xavfli narsa bu SMS kodlarini begonalarga aytish. Bank, pensiya jamg'armasi, soliq, mahalla, ichki ishlar, prokuratura yoki boshqa tashkilot xodimi bo'lib qo'ng'iroq qilgan odam sizdan SMS kod so'rasa, bilingki bu odatiy holat emas. Haqiqiy xodim sizdan kartangizning to'liq raqamini, amal qilish muddatini, orqa tarafdagi 3 xonali kodni yoki SMS parolini so'ramaydi. SMS kod bu elektron imzo kabi ishlaydi. Siz kodni aytdingizmi, demak operatsiyani tasdiqladingiz degan holat yuzaga keladi. Masalan, faraz qiling. Otaxonning kartasida 800.000 so'm bor. Firibgar unga sizga 6.000 so'm qo'shimcha yordam puli chiqdi. Tasdiqlash uchun telefoningizga kelgan kodni ayting deydi. Otaxon kodni aytadi. Aslida u yordam pulini tasdiqlamagan bo'ladi. Balki internet to'lov yoki pul o'tkazmasini tasdiqlagan bo'ladi. Natijada kartadagi 800.000 so'm ketadi. Keyin firibgar yana bitta kod keladi, uni ham ayting, pul qaytadi deydi. Ikkinchi kod bilan esa boshqa xizmat ulanadi yoki karta boshqa qurilmaga bog'lanadi. Uchinchi xavf bu telefoningizga masofadan boshqarish dasturlari o'rnatilishi. Bunday dasturlar aslida yomon maqsadda yaratilmagan. Ular kompyuter yoki telefonni masofadan sozlash, yordam berish uchun ishlatiladi. Lekin firibgarlar undan foydalanib sizning ekraningizni ko'rishi, bosayotgan joylaringizni kuzatishi
Hatto ayrim holatlarda telefonni boshqarishi mumkin. Agar kimdir sizga telefoningizni tekshirib beraman, pensiya kartangiz xavfsiz bo'ladi deb biror masofaviy yordam dasturini o'rnatishni aytsa, darhol to'xtang. To'rtinchi xavf bu Telegram, WhatsApp yoki SMS orqali keladigan havolalar. Sizga ijtimoiy yordam ajratildi, pensiya qayta hisoblandi. Kartangizga pul tushdi, ro'yxatdan o'ting. Kompensatsiya oling kabi xabarlar ko'p uchraydi. Havola rasmiy saytnikiga o'xshab ko'rinishi mumkin, lekin bitta harf farq qiladi yoki domen nomi g'alati bo'ladi. Odam havolaga kiradi, karta raqamini yozadi. Telefon raqamini yozadi, keyin SMS kodini kiritadi. Shu bilan firibgar kerakli ma'lumotlarni oladi. Kimlar eng ko'p xavf ostida? Birinchi navbatda yosh katta insonlar. Chunki ular ko'pincha texnik atamalarni farqlashga qiynaladi. Ilova, ruxsat, kod, havola, brauzer, bank profili kabi tushunchalar hammaga ham birdek tanish emas. Ikkinchi guruh pensiyasini kartaga olib, kartani farzandlari yoki tanishlariga berib qo'yganlar. Uchinchi guruh telefonida eski Android versiyasi ishlayotgan, yangilanish olmaydigan qurilmalardan foydalanuvchilar. To'rtinchi guruh internetdan har xil bepul dasturlar, o'yinlar, pul ishlash ilovalari, tez kredit ilovalarini o'rnatadiganlar. Kimlar kamroq xavotir qilishi mumkin? Agar siz ilovalarni faqat rasmiy do'kondan o'rnatsangiz, bank kartangiz ma'lumotlarini hech kimga aytmasangiz, SMS kodni hech kim bilan bo'lishmasangiz, telefoningizda ekran qulfi bo'lsa, bank ilovangizga alohida parol qo'yilgan bo'lsa, xavf ancha kamayadi. Lekin bu mutlaqo xavf yo'q degani emas. Chunki firibgarlar har kuni yangi usul o'ylab topadi. Shuning uchun ehtiyotkorlik bir martalik ish emas, doimiy odat bo'lishi kerak. Yana bir real holatni tasavvur qiling. Bir kishi onasining pensiya kartasini o'z telefonidagi bank ilovasiga ulab qo'ygan. Ona telefondan foydalanmaydi. Hamma ishni o'g'li qiladi. O'g'il esa internetdan shubhali o'yin o'rnatgan. O'yinga SSB o'qish, kontaktlarni ko'rish, bildirishnomalarni ko'rish ruxsatlarini bergan. Keyin kartadan pul ketadi. Ona men telefon ishlatmayman-ku deydi. To'g'ri, ona ishlatmaydi, lekin karta boshqa telefonga ulangan bo'ladi. Demak, xavf faqat pensionerning o'z telefonida emas, pensiya kartasi ulangan har qanday telefonda bo'lishi mumkin. Endi muhim istisnolar va nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchidan, har bir bank ilovasi xavfli emas. Aksincha, rasmiy bank ilovasi to'g'ri ishlatilsa xavfsizlikni oshiradi. Siz unda kirim-chiqimni ko'rasiz, kartani vaqtincha bloklaysiz, limit qo'yasiz, shubhali operatsiyani tezroq sezasiz. Xavf rasmiy ilovada emas, balki soxta ilovalarda, noto'g'ri ruxsatlarda va firibgarga berilgan ma'lumotlarda. Ikkinchidan, telefoningizda pensiya so'zi bor xabar turgani uchun pulingiz olib qo'yilmaydi. Muammo xabarning o'zida emas, siz undan keyin nima qilishingizda. Agar xabarda havola bo'lsa, karta ma'lumotlarini so'rasa, kod so'rasa, shoshilinch qaror qildirmoqchi bo'lsa, bu xavf. Masalan, bugun soat 19gacha kirmasangiz, pensiyangiz muzlatiladi degan xabar odamni qo'rqitish uchun yoziladi. Rasmiy tashkilotlar bunday vahimali uslubda shaxsiy karta kodlarini so'ramaydi. Uchinchidan, ba'zan muammo firibgarlik emas, hujjatdagi nomuvofiqlik bo'lishi mumkin. Masalan, pasport muddati o'tgan, bankdagi telefon raqami eski, karta muddati tugagan, pensiya oluvchi yashash joyini o'zgartirgan, ishonchnoma muddat tugagan bo'lishi mumkin. Bunday holatda to'lov kechikishi yoki aniqlashtirish talab qilinishi mumkin. Lekin bu boshqa masala. Bunda sizdan SMS kod so'rashmaydi. Sizga Telegram orqali app fayl yuborishmaydi. Kartangizning orqa tarafidagi kodni talab qilishmaydi. Siz rasmiy bankka, pensiya jamg'armasiga yoki tegishli tashkilotga borib, hujjat bilan masalani hal qilasiz. To'rtinchidan, ayrim qarzdorliklar bo'yicha kartadagi pulga undiruv qaratilishi mumkin. Masalan, sud qarori, aliment, kredit qarzi, ijro hujjati bo'lsa, bank kartasidagi mablag' bilan bog'liq cheklovlar yuzaga kelishi mumkin. Lekin bu ham telefoningizda ilova borligi sababli emas. Bu rasmiy ijro tartibi bilan bog'liq. Agar kartangizdan pul yechilgan bo'lsa, avvalo bankdan operatsiya ma'lumotnomasini oling. Unda pul qayerga ketgani ko'rinadi. To'lovmi, o'tkazmami, ijro hujjati bo'yicha ushlab qolishmi yoki boshqa operatsiyami? Sababini bilmasdan pensiyamni olib qo'yishdi deb xulosa qilish to'g'ri emas. Beshinchidan, telefon raqamingiz juda muhim. Ko'p odamlar kartani bir raqamga ulaydi, keyin raqamni ishlatmay qo'yadi. Uzoq vaqt ishlatilmagan raqam operator tomonidan boshqa odamga berilishi mumkin. Agar bankdagi raqam yangilanmagan bo'lsa,
SMS xabarlar, tasdiqlash kodlari va bildirishnomalar noto'g'ri odamga ketishi xavfi paydo bo'ladi. Shuning uchun pensiya kartangiz qaysi telefon raqamiga ulanganini tekshirish juda muhim. 6-dan, men oddiy tugmali telefon ishlataman, menga hech narsa bo'lmaydi deb o'ylamang. Tugmali telefonda zararli ilova o'rnatish xavfi kamroq bo'lishi mumkin, lekin SMS kodni aytib yuborish xavfi baribir bor. Firibgar uchun sizning telefoningiz qimmat yoki arzonligi muhim emas. Unga kod, karta ma'lumoti, telefon raqami va ishonuvchanlik kerak. Shuning uchun oddiy telefon ishlatadigan pensionerlar ham bu qoidalarni bilishi shart. 7-dan, firibgarlar ko'pincha o'zini juda ishonchli ko'rsatadi. Ular sizning ismingizni, familiyangizni, tug'ilgan yilingizni yoki kartangiz qaysi bankdanligini bilishi mumkin. Odam shunda bu haqiqiy xodim bo'lsa kerak deb ishonadi. Aslida bunday ma'lumotlar turli manbalardan tarqalgan bo'lishi, eski bazalarda bo'lishi yoki ijtimoiy tarmoqlardan topilgan bo'lishi mumkin. Haqiqiylikni ismi sharifni bilishi bilan emas, nima so'rayotgani bilan baholang. Kod so'rayaptimi, karta sirlarini so'rayaptimi, ilova o'rnat deyaptimi, demak xavf. Endi aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, telefoningizdagi ilovalarni tekshiring. So'zlamalarga kiring, ilovalar bo'limini oching. O'zingiz tanimaydigan dasturlarni ko'ring. Ayniqsa yaqinda o'rnatilgan, nomi g'alati, belgisi oddiy, servis, update, security, payment, pension, bonus kabi nomlar bilan turgan ilovalarga e'tibor bering. Agar ilovani tanimasangiz, darhol o'chirib tashlashdan oldin farzandingiz, bank xodimi yoki ishonchli mutaxassis bilan maslahat qiling. Lekin shubhali ilovaga hech qanday karta ma'lumotini kiritmang. Ikkinchi qadam, ilovalarga berilgan ruxsatlarni tekshiring. Telefon sozlamalarida ruxsatlar yoki prepations bo'limi bo'ladi. SMS o'qish, bildirishnomalarni ko'rish, kontaktlar, kamera, mikrofon, maxsus imkoniyatlar, ekran ustida ko'rinish kabi ruxsatlar juda muhim. Masalan, chiroq ilovasiga SMS o'qish ruxsati nega kerak? Oddiy o'yinga bank bildirishnomalarini ko'rish nega kerak? Agar ruxsat mantiqsiz bo'lsa, uni o'chirib qo'ying. 3-qadam, bank ilovangizni tekshiring. Ilova rasmiy do'kondan o'rnatilganmi, yangilanganmi? Unga kirish uchun parol, barmoq izi yoki yuz orqali tasdiqlash qo'yilganmi? Shuni ko'ring. Kartangiz uchun kunlik limit qo'ying. Masalan, onangizning pensiyasi 1.500.000 so'm bo'lsa, kartadan bir kunda 10 million so'm o'tkazish limiti turishi shart emas. Kerak bo'lsa, naqdlashtirish yoki to'lov limitini kamaytirib qo'yish mumkin. Bu firibgarlik yuz berganda zararni kamaytiradi. 4-qadam, SMS kod bo'yicha oilaviy qoida kiriting. Uyda hamma bilsin. Hech qachon, hech kimga, hech qanday sabab bilan SMS kod aytilmaydi. Bankman, pensiya bo'limidanman, mahalladanman, pul tushiramiz, pul qaytaramiz. Kartani saqlab qolamiz desa ham aytilmaydi. Agar rostdan ham tashkilotdan qo'ng'iroq bo'lsa, siz suhbatni tugatasiz, rasmiy raqamni o'zingiz topasiz va o'zingiz qayta qo'ng'iroq qilasiz. Firibgar bergan raqamga qayta qo'ng'iroq qilmang, chunki u ham soxta bo'lishi mumkin. 5-qadam, karta va telefon raqamini tekshiring. Bankka boring yoki rasmiy ilova orqali kartangiz qaysi raqamga ulanganini aniqlang. Agar eski raqam bo'lsa, yangilang. Agar kartani boshqa odam ishlatayotgan bo'lsa, bu masalani tartibga soling. Pensionerning kartasi doim boshqa odam qo'lida yurishi keyinchalik oilaviy tushunmovchilik, yo'qotish yoki firibgarlik holatida muammo tug'dirishi mumkin. Agar ishonchnoma kerak bo'lsa, rasmiy tartibda rasmiylashtiring. 6-qadam, shubhali xabarlarni ochmang va tarqatmang. Hamma pensionerlarga 2 million so'mdan berilmoqda. Ro'yxatdan o'ting. Faqat bugun eng kishiga yuboring degan xabarlar odatda firibgarlik yoki yolg'on bo'ladi. Rasmiy yangilikni tekshirish uchun davlat tashkilotining rasmiy sayti, rasmiy Telegram kanali yoki bankning rasmiy aloqa markazidan foydalaning. Biror xabarni onangizga, qo'shningizga, qarindoshingizga yuborishdan oldin. Men shu xabar bilan ularga foyda beryapmanmi yoki xavf yuboryapmanmi deb o'ylang. 7-qadam, agar pul ketib qolgan bo'lsa, vaqt yo'qotmang. Darhol bankning rasmiy kol markaziga qo'ng'iroq qiling va kartani blok qildiring. Keyin bankdan operatsiya tafsilotlarini so'rang. Qachon, qancha summa, qaysi yo'nalishga, qaysi xizmat orqali ketgan. Iloji bo'lsa, bank bo'limiga pasport bilan boring va yozma ariza qoldiring. Shundan keyin ichki ishlar organlariga yoki kiber xavfsizlik bo'yicha murojaat qiling. Qo'lingizda skrinshotlar, SMSlar
qo'ng'iroq raqamlari, Telegram yozishmalari, karta operatsiyalari bo'yicha ma'lumotlar bo'lsin. Pulim ketdi deb umumiy aytishdan ko'ra, aniq sana, aniq summa, aniq raqam va aniq holatni yozish tergov uchun foydaliroq. 8-qadam, telefonni tozalash kerak bo'lsa, shoshilmang. Ba'zan odam zararli ilovani ko'rib, hammasini o'chirib tashlaydi. Bu tushunarli, lekin agar pul allaqachon ketgan bo'lsa, ayrim yozishmalar, skrinshotlar, ilova nomlari dalil bo'lishi mumkin. Avval muhim ma'lumotlarni saqlang. Bank va huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qiling. Keyin mutaxassis yordamida telefonni tekshirtiring. Zarur bo'lsa, telefonni zavod sozlamalariga qaytarish mumkin, lekin undan oldin kontaktlar, kerakli rasmlar va hujjatlarni ehtiyotkorlik bilan zaxiralab oling. 9-qadam, yaqinlaringizga oddiy tilda tushuntiring. Yoshi katta insonlarga phishing, malware, remote access deb gapirsangiz, ular tushunmasligi mumkin. Ularga bunday deng: telefonga kelgan kodni hech kimga aytma, havolani bosma. Kimdir ilova o'rnat desa, oldin menga qo'ng'iroq qil. Bankman degan odam karta raqami va kod so'rasa, darhol telefonni qo'y. Mana shu 4 ta qo'yda ko'p holatda pulni saqlab qoladi. 10-qadam, profilaktik tekshiruvni odat qiling. Har oy pensiya tushadigan sanadan oldin telefonni tekshirib chiqing. Bank ilovasida oxirgi operatsiyalarni ko'ring. Kartada begona obunalar, avtomatik to'lovlar yo'qmi aniqlang. Ba'zan odam biror xizmatga obuna bo'lganini unutadi. Har oy 1000 yoki 1000 so'm yechilib turadi. Bu firibgarlik bo'lmasligi ham mumkin, lekin baribir pulingiz nazoratda bo'lishi kerak. Yana bir muhim maslahat, pensionerlar uchun alohida karta va alohida tartib foydali. Masalan, pensiya tushadigan kartada katta mablag'ni uzoq saqlamaslik, zarur qismini boshqa xavfsiz hisobga o'tkazish yoki naqdlashtirish, kundalik xarajat uchun alohida kichik limitli kartadan foydalanish mumkin. Bu hamma uchun bir xil majburiy qoida emas, lekin katta yoshdagi insonlar uchun xavfni kamaytiradigan amaliy yo'l. Agar siz farzand bo'lsangiz, ota-onangizning telefonini bir marta jiddiy tekshirib bering. Ularning telefonida qanday ilovalar bor? Bank SMS'lari qaysi raqamga keladi, karta qayerda turadi, kimlar qo'ng'iroq qiladi, qanday xabarlarga ishonishadi? Shularni biling. Bu nazorat qilish emas, himoya qilish. Chunki firibgar bir marta aldasa, pensioni nafaqat pulidan, balki ruhiy xotirjamligidan ham ayriladi. Ko'p yosh katta insonlar keyin men aybdorman, bolalarimga o'g'irligim tushdi deb siqiladi. Aslida aybdor firibgar, lekin ehtiyot chorasi oilada bo'lishi kerak. Bugungi asosiy xulosa shunday: telefoningizdagi shubhali ilova, begona havola, noto'g'ri ruxsat, firibgarga aytilgan SMS kod yoki eski telefon raqami pensiyangiz uchun real xavf tug'diradi. Davlat oddiy telefoningiz uchun pensiyangizni olib qo'ymaydi, lekin firibgarlar telefon orqali pulingizga yetib borishi mumkin. Shuning uchun hoziroq telefoningizni tekshiring. Bank kartangiz qaysi raqamga ulanganini aniqlang. Shubhali ilovalarni ko'rib chiqing. SMS kodni hech kimga aytmaslik qoidasini oila a'zolaringizga tushuntiring. Agar bu mavzu sizga foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozing. Sizga ham shunday qo'ng'iroq yoki xabar kelganmi? Boshqalar ham ogoh bo'lish uchun tajribangizni bo'lishing. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, qarindoshlaringizga yuboring. Bir odam vaqtida ogohlantirilsa, uning bir oylik pensiyasi ba'zan esa yillar davomida yig'gan puli saqlanib qolishi mumkin.